8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan joylarda turli tadbirlar, davra suhbatlari va uchrashuvlar tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tomonidan poytaxtimizda o'quvchi qizlar ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Prezidentimizning 14-fevral kundagi videoselektor shaklidagi yoshlar bilan muloqotida yoshlar uchun qator imkoniyatlar va imtiyozlar yaratilayotganligini alohida ta'kidlagan edilar. Ushbu shart-sharoit va imkoniyatlarni yoshlarga yetkazish maqsadida Milliy gvardiya ma'naviyat va ma'rifat markazida onaxon va opa-singillarimizning bayrami bo'lgan 8-mart arafasida Yunusobod tumanidagi maktab o'quvchilari va mahallalarda istiqomat qiluvchi qizlar ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Unda so'z olganlar davlatimiz tomonidan xotin-qizlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ta'minlanayotganligi e'tirof etildi. Harbiylik sir-asrorlari to'g'risida ma'lumotlar berishdi. Tadbir davomida o'quvchi qizlarning harbiy bo'lish istaklari to'g'risidagi savollariga mas'ullar atroflicha javob berishdi. Aytish kerakki, davra suhbati ochiq va samimiy muloqot tarzida olib borildi. Rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'ldi. Milliy gvardiyalik opalarim menga juda yoqdi. Ularning formalari ham o'zgacha. Men ham katta bo'lganimda shunaqa Milliy gvardiya ustozi bo'lmoqchiman. Shundan so'ng o'quvchi qizlar uchun Milliy gvardiya markaziy devonida tizim faoliyatiga oid tashkil etilgan tarix muzeyiga ekskursiya uyushtirildi.